tushunyapsizlar? Va asta-asta mana bu qo'ylarni raqamlash boshlanadi. Ya'ni rim raqamlaridan raqamlash boshlanadi. Birinchi deydi qo'li orqali rim raqamlarni yaratadi. Mana bir bor-ku, mana shu birga teng hozirgi birimizga. Mana bu ikkita barmog'imiz orqali ikkinchi rim raqamini hosil qiladi. 3 orqali 3-chi rim raqamimizni hosil qiladi. Mana 5 qayerdan paydo bo'lgan deymi? Mana. Ko'ryapsizlar? Qo'limizni mana shu ikkita kaft orasi 5 hosil qilgan. 5 dan bittani ayirib tashlab, mana 4 hosil qiladi. Yoki 5 ga mana bu bittani qo'shsak necha bo'lar ekan? 6 hosil qilib chiqadi. Va 10, 50, 100, 500 ming sonlarni hosil qiladi. Keyinchalik esa bunda hisoblash qiyinlashib ketadi. Masalan, 356.750 ga 497.560 da qo'shinglar desa juda murakkablashib ketadimi bu? Keyinchalik bu rim raqamlarni yana ham takomillashtirib insonlar arab raqamlarini hosil qiladi. Arab raqamlari birinchi bo'lib Hindistonda kashf qilingan. Hindiston. Undan keyin Al-Xorazmiy taniymiz, ha? Al-Xorazmiy buni yanada takomillashtirib, raqamlarni bunaqa raqamlarga aylantirishadi. Al-Xorazmiy bir raqamni yaratgan. Yo'q, Al-Xorazmiy birda yaratgan va ular takomillashtiradi va Yevropalarga tatbiq qiladi. Birinchi bu raqamlarni Ispaniya o'rganadi. Yevropada. Ha, Ispaniya orqali keyin Yevropalar o'rganib, mana shu hozirgi raqamlarimiz shakllanib kelgan. Biz mana shu raqamlarni hozir o'rganamiz. Tushundikmi? Mana shu nechta raqamimiz bor edi? 10 ta. Mana shu 10 ta raqamni tashkil qiladi va